Assalomu alaykum akalar. Damas Laboga Spark 1.2.5 Porsche shatun qo'yilgan motorimiz tayyor. Injektor holatida ham, karburator holatida ham qo'yib beramiz. Garantiyasi bor. Ot kuchi ko'payadi. Bemalol konditsioner qo'shib yursangiz ham, 1 tonna yukorsangiz ham ko'tarib beradi. Profmasterda eslatib o'tamiz. 24 ga 7 ish boshlaganmiz. 24 ga 7 ish boshlaganda kunduzgi smena, kechki smena bo'ladi. Ustalarimiz 2 smena bo'ladi. Bemalol kelib hadovoy ishlaringizni, любой motor, korobka ishlaringizni qildirsalaringiz bo'ladi. Ishxonasiga erta boradigan odamlar uchun bu albatta yangilik. Ko'p ishlarni kunduzga chiqishga vaqti bo'lmaydi. O'shaning uchun ishxonada vaqt bo'lmagani uchun, zakasini olib bora olmagani uchun biz shu narsani qildikki, hech kim qilmagan hali bu narsani. Profmasterga kelasizlar. Mana shunaqa xizmatlar qo'ydik. Servis xizmatlari bor. Mana hammasi, telefon nomerlarimiz ham bor. 24/7 ustalarimiz ishlayapti. Hozir bu damasimiz labo qilingan ekan. Injektor qilingan, orqasiga risor qilingan. Instrumentalari bilan risorni ko'tarib orqaga yukortadigan tayyorlab beryapmiz. Tablo almashadi. Bar, torpeda almashadi. Elektronnik tablolarni endi o'rnatyapmiz. Hozir bunga qo'shimcha nima bo'layapti akalar? Mana bitta ko'rsatay. Qo'shimcha gaz bo'layapti. 4-pokoleniya gaz bo'ladi. Damasda 4-pokoleniya gaz zo'rlardan qo'yib qo'yapmiz. Mana 4-pokoleniya gazni Damasga qo'yib bergandan keyin kompyuter bilan ishlaydi. Через kompyuter razgom yana ham kuchayadi. Babinalar, injektorlar hammasi biz ish jarayonini klientlarga ko'rsatamiz. Mayli hali tayyor bo'lmagan bo'lsa ham nima qo'yilayotgani, qanaqa qilinishini bilish kerak. Mana shunaqa narsalar qilinadi. Bu yoqda ishimizga bunisiga Damasga injektor konditsioner bo'lyapti. Bu mashinamiz ham xudo xolasa tayyor bo'lib qoladi. Hozirgi paytda mana korobka balkalar bilan tushib motorlarni mana kanivalda через mahallikdan o'qiydi, mahalliga almashadi. Bo'ldi, mana yechib, tushirib, baklarni ham Matiznikini moslaymiz, biznesini. Zaslonkalar bo'ladi bu yoqda. Elektron ventilator, elektronik hammasi konditsionerlar bilan qo'yilgan, hammasi konditsionerlarni ko'rsataman. Mana e'tibor bilan qarasalaringiz, Damasda mana shunaqa qilib konditsioner radiatorlar qo'yib oldiga mana ikkinchi elektron ventilatorlar qo'yib, cho'tki qilib o'rnatib beramiz. Servisda hamma xizmatlar bor, baklarni tushirib qo'yganmiz. Xullas Profmasterga kelib ishlaringizni bemalol bitkazib ketsalaringiz bo'ladi, cho'tki qilib beramiz. Videoga like bosib do'stlaringizga yuborasizlar. Shu 24 ga 7 servis Toshkent Sergeli mashina bozori ro'parasida metan zapravka bor. Ahmad Jo'jadan o'tganingiz shaharga ketishda o'ng qo'lda. Pagurchilar bor, changanlar bor. Megavan Center ro'parasida keladi. O'sha yerga kelib qildirsalaringiz bo'ladi. Yaxshi ustalarimiz hammasi sifatli, hamyonbop. Narxlar viloyat narxi bilan bir xil. Iloji boricha zapchastlarimiz mana shu yerda o'zimizda yaqinimizda bor, zagodovkalar bor. 24/7 zapchast magazindan olib kelib, cho'tki qilib ishlaringizni bitkazib beramiz, xudo xolasa. Kelasiz.